Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana avtomat bunkerli ko'mirli kotellarimiz yetib keldi. 3 ta, aka? Nasib bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana kotellarimizni tushirib, hammasini taxlab joylashtirib qo'ydik. Ishlatib ko'rdik. Bu 200 kvadratga mo'ljallangan, bu ikkalasi 150 kvadratga yetadigan kotellarimiz. Bular avtomat, o'zi yonib gradusga yetganda o'zi yonib o'chadi. Bunkeriga ko'mir solinadi, shinek aylantirib kirgizib boraveradi. Bu yerda pult upravleniya. Miyasi shinekniki, havoniki, gradusniki hammasini legirovka qiladi o'zi.